Boshlang'ich $1600 bilan mana shu 2022-yil ishlab chiqarilgan avtomat Sparkimiz halollansa savdoga berilyapti. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Akalar, holati to'g'risini aytaman. Вообще bomba ekan, akalar. Bitta shu kapotni almashgan, qolgan joylari top-toza. Faralar yaxshi holatda, 4 ta yumshoq balon taqilgan, akalar. Mashinani qarang, o'zi tekis bo'lib turishini. Salon qismiga kiradigan bo'lsa, akalar, obshivkalar tiniq holatda, o'zi radnoy chexollari, poliklar yaxshi holatda. Mana bunaqa mesh deflektor qilingan. O'zini mana bunaqa rullari. Xo'p, 53 ming probegda, akalar, mashinamiz avtomat ko'rib turgan bo'lsanglar, hamma narsasi bor. Даже kondisionerlargacha okam aytibdilar, zo'r ishlayapti. Gazlari ham yangi qo'yilgan ekan, xudo xolis. Bor yo'q 25 ming kilometr yuribdilar. Gaz o'zida. Holati lekin rostdan aytaman, bomba bo'lib turibdi, qarang. Mashina faqat Toshkent shahar, Toshkent yonbag'irlariga beriladi. Boshiga $1600 berasiz, qolgan egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. To'g'risini aytaman, mashina holati bomba bo'lib turibdi. Mashinani Ibn atrofidan topib olsangiz bo'ladi. Xullas, tegadigan nomerlarni qoldirdim, srochniy aloqaga chiqib baraka qilinglar kelar.